Assalomu alaykum hurmatli kanalim a'zolari. Sizlar bilan Uzman. Mana Telegram kanalimizda va'da qilgan darsligimizni boshlaymiz. Mana shu reliefni qanaqa tayyorlashni ko'rib chiqamiz. 2D'da. Mana 3D'da qilsa ham bo'ladi, 2D'da qilsa ham bo'ladi. 2D'da qilishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 50 ta like yig'ilsa qanaqa qilishni o'rgataman deganman. Bu yerda maqsad like yig'ish emas edi. Birinchi navbatda odamlar tashlayotgan videolarim qiziq bo'lyaptimi yo'qmi shuni bilish uchun, o'zligi kerakli foydalanyaptimi shuni bilish uchun shu narsani qildim. Xo'p, demak darslikni boshlaymiz. Xo'p, mana shu fayl. Hop, buni o'zini tushunib olaylik birinchi qanaqa qilinganligini. Mana bunaqa qo'ziqorin pichoqlar bor. Mana shunaqa pichoqlar bor. Tasavvur qilib olishingiz uchun mana shunaqa pichoqda bu bundoq botirib chiqqan. Taxminan mana shundoq pichoq bo'ladi bu. Mana 0,5 santimetr yoki 1 santimetr bu pichoqni o'ziga qarab turib bunda botirib chiqadi. Bu narsani mana qilib tayyorlab olinadi. Boshida dumaloq bo'lsa, mana dumaloqni o'rtasiga qo'yib chiqilinadi. Bu yoqda yasab ko'ramiz. Dumaloqni farqi yo'q. Katta kichik. Buni kopiya qilish, mishkani chapni bostirib o'rg'izolma, mishkani o'ng tomonini bitta bosib qo'yib yuborsam kopiya bo'ladi. Mana, o'g'ma, hozir chap tomonni bosib turibman, o'ng tomonni bosib kopiya qo'yaman. Taxminan oraliq masofasi buni bir xil bo'lishi kerak. Buni orasi katta bo'lib ketib qolsa ham bo'lmaydi. Kichkina bo'lib ketsa ham mana hamtlari e'tibor qilsanglar, kichkina bo'lib qolgan. Hamyoqlari kattaroq. Agar orasi ochilib ketib qolsa, mana bunga o'xshab turib, o'ymay qolishi mumkin. Hop, bu nechiga ekan? 140 narsa. Agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni olamiz. Shunchaki mana kopiya qilib ketiramiz. Bu endi o'zbekcha usuli. Endi buni haqiqiy o'zbekcha usulni ham o'rgataman. Buning uchun oddiy to'rtburchak olamiz. Ya'ni juda katta masshtabli mana tochkalarni qo'yish uchun. Tochkani mana kopiya qilib keltirildi, kopiya botdi, past doimiy kopiya qilish. Endi oddiy mana bunaqa tizimni olamiz. Mana buni ham olsak bo'ladi. Mana magnitli yoqib, to'rttasi yoqib bo'lishi kerak. No, sentr o'rtaga tushyapti. Bo'ldi, ovoqlik kerakligini bu kerak emas bizga. Ketdi. Olamiz, bu yoq kopiya keltirildi.
bossak, aynan ko'payibdi shu o'rada. Olamiz. Pastga bitta kopiya qilib, yana bitta yurg'izib olamiz. Hop, hammasini belgilaymizda, bitta butun qo'yamiz. Mana nuqtali rejimga o'tib turibman, bu uzilib qolgan joylar hammasini belgilaymiz, ulaymiz. Shuni bittada ulash uchun hammasini belgilaymiz. Ctrl Shift J ni bosamiz. 0,1 mm orasidagi masofani tochkalar bir-biriga ulab beradi. Mana uladi. Endi mana bularni ulab qo'yishimiz kerak. Oddiy tizimni olamiz. Bunda qilsa ham bo'ladi, bunda ham qo'ramiz. Mana. Hop, bu yerdan boshlanadi. Mana pastga tushirib qo'ysak bo'ldi. Mana ketdi, bu uzluksiz davom etadi. Hop, buni qo'ymay turamiz. Endi mana bu dumaloq tochkadan olamiz. Bitta kopiya qilib olamiz. Bu yerdan mana bu peretikaniya. Mana shu komandani tanlaymiz. Bu olib turib bunga tashab qo'yamiz. Hop. Bu narsa mana. Hamda sonini kamaytirsak, ko'paytirsak bo'ladi. Hop. Chetiga emas, o'rtasiga bosamiz. Mana bu joyiga bosib turib, mana bunisi ekan. Novi начало. Yo'q, adashdik. O'zim bu tepadan emas, ustiga 2 marta bosaman, o'ng tomonda bosib, mana bunaqa komanda chiqadi. Soздать put. Ya'ni buni ko'rsatib yuborishim kerak, qaysi tizim bo'yicha yurishi. Mana buni boshiga olib kelib qo'yamiz. Bu yog'ini mana oxiriga olib kelib qo'yamiz. Endi bu yerda mana ko'paytirsak bo'ladi. Sonini mana 2 ta. 2 ta qilgan orasi sal har xil bo'lib qoldi. Bu narsani soni bo'yicha qilsa ham bo'ladi, mana oraliq masofasi bo'yicha qilsa ham bo'ladi. Hozir bundan oraliq masofasi 16 mm. 16 mana shu 43. Endi bu bunga emas, boshqa gullarga ham ishlatsanglar bo'ladi bu narsani. 30. Buni kamaytirishimiz kerak, biz ko'paytirib o'ramiz. Hop, bu yerda mana buni 8 ekan, 8ni 3 qilib qo'yamiz. 3 mana. Mana bunaqa kessanglar ham bo'ladi. Bu yoqni katta qilib qo'ysanglar, kattadan kichikka qarab ketaveradi. 3 sarimizga kamlik qilyapti. 5. Hop, belgilaymiz. Ishga o'ng tomonni bosib turib, mana buni bosamiz. E'tibor qilamiz, buni boshlang'ich nuqtasi bor, tugash joyi bor. O'rtasidagi mana shu ketma-ketlik deylik. Ketma-ketlikni ustiga bosib turib, bossak mana shu komanda chiqadi. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, chiqmaydi bu narsa. Bosamiz. Mana. Ya'ni anaqasini buzib tashadi, o'zini funksiyasini. Mana taxminan bir tekst emas, mana bunga o'xshagan figura chiqdi. Buni
kattaroq narsalar qiladigan bo'lsa, mana shuni ishlatsak bo'ladi. Mana shu bo'ladi bizga. O'zimiz mana chetlarini qo'lda to'g'rilab olamiz. Endi darsimiz sal cho'zilishi mumkin. Endi murakkabroq tushuntirishga harakat qilyapman, to'liqroq qilib. Hop, ham chetlari yaqinroq kelish kerak. O'rtasidan o'tish kerak. Iloji boricha yaqin bo'lish kerak. Hop, bo'ladi taxminan. Hop, belgilaymiz Ctrl E yoki tepadan export formati DVG Mozilla mosini qilasizlar. Men AI formatda o'tkazaman. 1 2 3 export saqlanib qo'yotganda e'tibor qilamiz. Nastroykasi hamda vibrani belgilangan. Kattaroq versiyada tashlab qo'ysanglar artgan o'qimay qolishligi mumkin. Shuning uchun 3x da tashlaymiz. Ketdi. Export bo'ldi. Endi bundan ochib olamiz. Razmerimiz 370 ga 140. Bundan ochamiz. 140 ga 370. Hop. Faylimizni olib kelib olamiz. Bo'ladi, taxminan shu o'rtaga tushdi. Namtgan qo'yib yuborishimiz kerak edi, mayli. O'ng tomonni bosamiz. Buni gruppadan chiqarib yuborishimiz kerak. Mana buni tochkalar hammasini belgilab turib, Ctrl G qilib qo'ysa ham bo'ladi yoki mana buni bosib qo'ysa ham bo'ladi. Gruppa qilib qo'yamiz. Har doim talavermaslik uchun endi UPga o'tamiz. UPda mana bu komanda Sverlo. Bu yerda o'zimiz pichon olib turib, taxminan o'zimiz hisob kitobini qilishimiz kerak. Necha santimetr yoki necha millimetr tushadi. Bizga mana finishniy proxod 1,5 santimetr tushsin. Bu yerda 1,5 santimetr bo'ldi, ha. Endi pichonni tanlaymiz. Bu yerda pichonni farqi yo'q. Bu pichon tanlaversak bo'ladi. Endi o'zimizga taxminan ko'rinish hozir vizual holatda ham ko'ramiz. Shuni qanaqa taxminan qanaqa bo'lishini ko'rish uchun demoqlar qo'ziqorin pichog'i qayerda ekan? Mana bunaqa pichoqda qilib turinglar. Mana taxminan mana shunga o'xshagan pichoq bo'ladi. Tanlaymiz. Katta zagotovkamiz 16. Mana pichog'imiz kattaligi. O'zi qo'ziqorin pichoqi bilmayman 35 bo'ladi, nechadir bo'ladi. Pichoqni o'zidan kelib chiqqan holatda qilinadi. Ham orali masofa ham shu pichoqdan kelib chiqib qilinadi. Bu yerda endi taxminan qilish urdim. Sechasi bosamiz. Bosdik. Endi mana 3D ga o'tib ko'ramiz. E'tibor qilamiz. Bitta-bitta bundan tushib qo'yapti. Mana orali masofasini ham ko'rsanglar, mana ham kamaytirib qo'yishimiz kerak. Безопасность. Hop. Mana bu uzun e'tibor qilamiz. Endi pasaydi. Ancha bu vaqtdan tushishiga yordam beradi. Endi bu yerda mana vizualniy simulyator ko'rinishi. Diskga qo'yib qo'yamiz. Mana. Bizda ko'rsatganim mana qo'ziqorin, mana bunaqa qo'ziqorin pichoqni o'yadigan bo'lsa, xuddi shu narsa chiqarib beradi. Endi bu yerda 12 lik pichoqda qildik. Mana 12 lik pichog'imiz kamlik qilyapti bu gulga. Agar hammasini zib qo'yganimizdan keyin razmer to'g'ri kelmay qoladi-ku.
orasini yana ochish kerak bo'ladi yoki yaqinlashtirish kerak bo'ladi. Shunaqada tanlaymiz. Mana shu joyi zakritni bosib turamiz. Mana shu joyi o'zida mana katta kichik qilib olsak bo'ladi. Bir niyatda bosamiz. 2 marta ustiga bosib turib bilmayman nima deyapti. Birovimiz o'tib ketdimi? Kichkinalik qilyaptimi? Xullas, mana shunaqa katta kichik qilib olsak bo'ladi. Bu ishlash kerak edi, hozir bilmadim nimani hisobiga ishlamayapti. Pichoqni qaytarib qo'yamiz holatiga. Mana bu 50 millimetrli, ya'ni 5 santimetrli pichoq. Mana shu oralig'ini ko'rasizlar. Mana bosamiz. Mana. Bo'ldi, roverga qo'yib turib bemalol o'yirishingiz mumkin. Mana, hamtiga e'tibor qilsanglar, oralig'i juda ham katta bo'lib ketib qolgan. Namligi mana yetib bormagan. Mana shu narsalarga hushyor bo'lamiz. Mana misol boyagi joy, ochilib qolgan joylar mana bu yaqinroq bo'lishi kerak bizga, boyidagi chiqib qolmasligi uchun yoki yonroq o'tish kerak ozgina. Shu darsligimiz Xudo xohlasa yoqqan bo'lsa, like'lar bosib qo'yasizlar. Agar qanaqa joylarga tushunmagan bo'lsanglar, kommentariyaga yozsanglar, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.